Patron so'zi turk tilidan olingan bo'lib, rahbar, boshliq degan ma'noni anglatadi. Patronlar ligasi aynan o'z biznesining rahbarlarini, o'z sohasining ekspert mutaxassislarini bir joyda jamlagan platforma hisoblanadi. Patronlar ligasining asosiy maqsadlaridan biri bu sinergiya effektini qo'llash, ya'ni 1+1 11 qoidasidir. O'zbekistondagi barcha tadbirkorlar bir joyda jamlangan holda o'z bizneslarini rivojlantirish va shu bilan birgalikda butun O'zbekiston xalqining rivojlanishiga, ijtimoiy hayotini yaxshilashga hissa qo'shish, ishsizlikni kamaytirish, xalqimizning ma'naviy, madaniy va ilmiy salohiyatini qaytadan uyg'otishdan iborat. Patronlar ligasi yig'ilishining qisqacha rejasi quyidagicha. Nazariy qism. Bunda o'z sohasining ekspertlari, biznes trenerlar tomonidan nazariy bilim beriladi. Amaliy qism. Bunda kimning biznesida qanday muammo yuzaga kelayotgan bo'lsa, masala o'rtaga tashlanadi va yechim birgalikda ishlab chiqiladi. Undan tashqari endi boshlanishi kutilayotgan bizneslarga amaliy ko'mak beriladi. Patronlar ligasi tashkilotchilari o'z a'zolarining ham shaxsiy rivojlanishiga, ham biznesining rivojlanishiga e'tibor qaratadi, doimiy ravishda tahlil qilib boradi.